Xabaringiz bor, davlatimiz rahbari joriy yil fevral oyida Surxondaryo viloyati aholisi bilan uchrashganda O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati rahbariyatiga aynan avariyaviy konni bartaraf etish zarurati yuzasidan kechiktirib bo'lmaydigan topshiriqlar bergan edi. O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati mana shu davrga qadar dunyoning rivojlangan davlatlarida neft-gaz sohasida faoliyat olib borayotgan kompaniyalarning vakillari bilan muloqotlar olib bordi, joylarga chiqib holatlar, takliflar o'rganildi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar berganimizdek, bu konni yopishga Xitoyning dunyodagi uchishlikka kiruvchi CNPC, ya'ni Xitoy Milliy davlat neft-gaz korporatsiyasi jalb etildi. Uzoq olib borilgan ilmiy muloqotlardan so'ng 2026-yilning 15-avgust sanasidan boshlab konni yopish ishlariga rasman start berildi. Bu yerga O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi va Boysun tumani hokimi kelib, aynan mana shu yerda ishlayotgan xitoylik mutaxassislar va kofirlik bir guruh aholi bilan samimiy muloqot qildi, loyihalarni taqdimoti bilan tanishdi. Hamma qilayotgan ish mana shu aholi uchun, mana shu mahallalarimiz uchun, xalq uchun. Rahmat sizlarga. Mana sizning qisqa va mazmunli suhbatlaringizdan men juda qoniqdim. Erdo'g'an aka, rahmat. Sizni men yaxshi bilaman. O'zbekiston xalqiga bunday aytaylik yaxshi ishlarni siz amalga oshirganingizni men juda ham yaxshi bilaman. Juda ham yaxshi bilaman. Bu cho'l suv yetishmaydi. Muhtaram prezidentimiz 2018-yilda Qizilda o'tkazilgan selektordan Boysun xalqiga ichimlik suv olib borib berishimiz kerak degan gapni Xo'jamayxonanim 8 oyda Erdo'g'an aka Boysun xalqiga suv keldi. 14 ta ichimlik suv. Men har bir uchrashganimda oqsoqol suv kelyaptimi? Kelyapti, miriqib ichyapmiz, juda yaxshi degan ta'rif bilaman. Endi men mana shu Boysun xalqi oqsoqollarining nomidan sizga katta bir minnatdorchilik bildiraman. Siz sog' salomat bo'ling. Siz katta vazifalarda ishlab keldingiz. Mana endi elimiz, xalqimizga aytaylik, mana bu gapingizni men tushunaman. Yaqin vaqtlarda nasib bo'lsa Kobuldan ishga tushadi. Xursand bo'lamiz. Endi mana Xitoydan kelgan ukalarga ishiga omad tilayman. Tarjimon tushuntirib ber ularga. Omad tilayman men. Ishingiz mustahkam bo'lsin. 2027-yilning yanvar oyidan urg'ulash ishlari boshlanadi. Zamonaviy uskunalar, tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar yordamida va yopish ishlari 2027-yilning iyul oyiga qadar reja qilingan haqida axborot berildi. Xitoy Xalq Respublikasining CCDC kompaniyasi bilan hamkorlikda M25 kondagi texnogen avariyani bartaraf etish bo'yicha amaliy ishlar boshlandi. Ushbu kondagi burg'ulash ishlarini boshlash 2027-yil yanvar oylariga rejalashtirilmoqda. Ushbu davrga qadar ushbu konda burg'ulash dastgohlarini maydonini tayyorlash va kondagi tog' jinsi namunalarini olish ishlari olib boriladi va bundan tashqari vaqtdan yutish maqsadida ushbu texnogen avariyani bartaraf etish uchun zarur bo'lgan materiallar xarid qilib olib kelinadi va yurtimizda analogi bo'lmagan 40 ga yaqin maxsus texnikalar olib kelinadi va 202-quduqdagi texnogen avariya 2027-yilning iyul oylariga to'liq bartaraf etish reja qilingan. Biz CNPC kompaniyasi O'zbekneftgaz bilan shaqmat tutgandan keyin ishchi guruh xodimlari keldi. Bu yerdagi mavjud barcha uskunalarni tekshirib, kerakli uskunalarni Xitoydan olib kelishni boshlashadi. Ya'ni avgust oyi oxirida yo'lga chiqsa, sentyabrda yetib keladi. Bundan tashqari uskunalar yetib kelgandan keyin bu yerda montaj ishlari taxminan shu 2-3 oy davom etadi. Shu yilning dekabr oyi oxirlarida yanvarda boshlarlar burg'ulash ishlarini boshlaydi. 202A va 202B burg'ulash tochkalarini parallel ravishda bir vaqtda burg'ulashni boshlaydi. Bundan tashqari taxminan kelasi yilning iyul-avgust oylarida shu burg'ulashlarni tugatib, chiqayotgan ushbu zaharli gazni yopishadi. Shundan keyin bu Boysun aholisi shu gazdan foydalanish mumkin. Mana Boysun kengliklarda turibmiz. Qirg'adir juda ham chiroyli joy, lekin mana bunday manzara ko'ngilni xira qiladi. Hozir mana muloqotda qatnashdingiz. Umuman fikrlaringiz qanday bo'ldi? Bir yildan beri xalqning katta boyligi chiqib ketyapti. Xitoyliklar tomonidan mana yopilib, kelasi yil yopib beramiz degan bizga
yaxshi niyatni bildirdi, niyatlari amalga oshsin. Gazni yopib bo'lsa, gaz keladi, gaz zavodi ishga tushadi, nasib bo'lsa qancha odam ishli bo'ladi.